Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mol qo'y ishqibozlari. Region hurmatli kuzatuvchilari. Aka necha pul bo'ldi? 32 millionga sotildi mana. Shu. Barakasini bersin. Yo'q. Deb boylashyapti. Region hurmatli kuzatuvchilari, bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmanchi-Chorva bozoridamiz. Bugungi videolarimiz har doimgidek bu qanaqlarni yoritish. Aka necha pul bo'ldi? Necha puldan qaytdi? Qaytdi. Necha puldandir? Aytishmadi. Qanaqlarni yoritamiz qo'ldan kelgancha. 3-4 ta katta buqalarni iloji boricha ahlan bo'lib olib ketishga harakat qilamiz. Aka necha pul bo'ldi? 27 million mana. Zo'r. Bo'ylab 15 plyusda. Boqilaydigan. Bosh. Videoda xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Videomizga bitta like bosib, kommentariy o'z fikrlaringizni bildirib ketaverasizlar. Bo'lmasa, uni savdosi bo'lyapti. Mayda. Oqdi. Necha pul qilishi? 64 dan taroziga so'rashyapti xudosi. Aniqini bilib. Mayda. Necha kilo chiqdi? G'ayrat necha kilo? 500 kilo. Tortib kelishyapti. 500 kilo. Necha pul savdo qilishdi? Necha pul qilishyapti? 30 qilyapti. Zo'r. 30 million savdo qilishyapti. Zo'r, barakasini bersin. Olgan ham sotgan ham qo'pday. Shu oq savdosi bo'lyapti. 64 mingdan taroziga bo'lyapti. 64 mingdan. Ketdi. Necha pul bo'ldi ochda? 65 dan tortish. Nima bo'ldi ana? 65 dan tortishga ketdi. 500 bordir o'sha. Barakasini bersin. O'sha oq molda Avstraliya ham savdosi bo'lyapti. Savdosi bitmayapti. 64 dan berilmayapti. Barakasini beraversin. Olsa. Keyingi buqamiz akalar. Qo'ylari 125 ta. Reslari 400 kilo plyusda. Boqilaydigan 450 kilo plyusda chegan bo'lar ekan. Yo'g'on ko'rinishi 29 million savdo qilishga berishgan yo'q ekan. 29 million. Bu. Ha, ko'rinishlar. Keyingi buqamiz akalar. 31,5 ga savdo o'tdi, berilma. Yana xaridori yonida. 550-600 kilo atrofi. Yana boqilsa ham bo'ladigan varianti. Kurak. Bo'ylari 1.30 ozgina plyusda. Keyingisi pachka ekan bu ham. Kurak. Veslari 600 kilo plyusda. Necha pul qilishdi aka? 32 million savdo qilishdi. Oqilab pachka. Maşallah. Olganga ham, sotganga ham. Barakasini bersin.
Bo'ylari 1.30 plyusda buniki. Keyingisi akala. Bo'ylari buniki ham 1.30, veslari 500 kg atrofi. Necha pul qilishdagi? 29 million savdo qilishdi. Boqiladigan varianti 2 kurak. 2 yosh. Olotlar zo'r. Tuyoqlar ko'rinishi. Necha pul qilishdi? 23 million qilishibdi. Buni bo'ylari 1.20 plyusda. Buniki 1.30 plyusda. Veslari 350 shunaqa atrofga chiqadi. Katta necha pul? 26,5 ga sotilibdi mana katta. Bo'ylari 1.40 atrofi. Telefon nomeri necha bo'ladi? So'rasiz. Zo'r. Barakasini beraversa aka. Xo'p, endi bu yoq akalar bo'ldi, boqma buqalar qaltirashga, o'rtacha kichkinasidan hammasidan ko'rsatishga harakat qilamiz. Necha pul qilishdi? 21 million savdo qilish. Bo'ylar 1.20 atrofi. Yo'llar ko'rinishi. Necha kurak? 2 kurakmi? 2 kurak. Mana. Orqalardan ko'rinishi mana. Telefon nomeri berasizmi? Telefon nomeri 91lik 885 3218. Aloqaga chiqarsizlar, savdosini qilib, bemalol savdosini qilib. Dastlabkasi bor-a? Dastlabkasi bor. Savdosini qilib olasizlar. Keyingisi akalar, necha pul qilishdi buni? 23 million 200. 23 million 200 ming savdosini qilishibdi. Bo'ylari 1.25 plyusda. 2 kurak. Mana tuyoqlarning ko'rinishi, holatlari zo'r. Telefon nomeri nechi? 20lik 009 77 94. Aloqaga chiqarsizlar, savdosini qilib bemalol olasizlar. Bozor holati 23 million 200 ming savdosiga berishmayapti. Dastlabkasi bor-a buni? Dastlabkasi bor. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. Kattaga qiziqqanlar, bo'ylari 1.35 plyusda. Kurak. Tuyoqlarning ko'rinishi, mana oldidan ko'rinishi. Necha pul qilishdi? 27 million savdo qilishibdi. Bergayiz yo'q. Katta boqaman degan. Kurakmi bu? Kurak yo'q, bizo. Telefon nomeri nechi? 94lik 036 40 80. Aloqaga chiqarsizlar. Dastlabkasi bormi? Dastlabkasi bor. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib olasizlar. Keyingi buqa akalar. Tuyoqlari ham zo'r holatda. Itlari ham o'ta yaxshi holatda. Necha pul qilishdi aka? 26,5. 26,5 savdo qilishdi. Berishgan yo'q deyishyapti. Bo'ylari 1.25 ozgina plyusda. Veslari endi 360 380 shunaqa chiqsa kerak. O'cha. Telefon nomerini berasizmi bunga? Telefon nomerini berasizmi? Beraveramiz. Ayting. 90lik 90lik 057 55 66. Dastlabkasi bor-a? Dastlabkasi kelishamiz. Maydasi bor. Maydalari bor. 16-17liklar bor. 16-17liklari ham bor ekan uyda. Olaman desalar. Dastlabkasini kelishilar ekan. Bemalol telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Bozor holati 26,5.
Keyingi buqalar akalar. Sementalga Greenford. Rossiyskiy semental. Bu Greenfordda 21 savdo qilishyapti boquvchilar. Uni 21,5, bo'ylari 15. Naqadroq. Hop. Orqadan ko'rinishlar. Sotildimi? Rasa boqiladigan variantda, yosh. Bir 10 oylik bo'lsa kerak. Unisi baraka bo'ldi akalar. 2 kam 22 ga. Boqiladigan odamga. Unisi 21 savdo bo'lyapti, hali berilgani yo'q. Savdosi yonida. Keyingi yosh buqalar akalar, bo'ylari 10. Shoqi yo'q variantdan, to'qol. Toza shibet ekan. Oldin ko'rinishlar. 7 oylik buzoy ekan. Tuyoqlarning ko'rinishi. Maşallah. 18 milyon 600 savdo qilishyapti. Berishgani yo'q ekan. Telefon nomeri nechi? Telefon nomeri 90'lik 779 71 79. Dastlabkasi bor-a? Dastlabkasi bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, savdosini qilib olaverasizlar. Bozor savdosi 18 milyon 600 qilyapti, berilgani yo'q. Oldi dedi. Dastlabkalari bor. Keyingi bu qamzakalar sotilibdi. 17 milyon 700 ga sotilibdi mana shu buqon. Bo'ylari 15 plyusda. Olganga ham sotganga ham barakasi bo'lsin. Buchi. Nech pul qilishyapti buni? 14 milyon 400 qildi. 14 milyon 400 qildi. Bo'ylari 10. Yosh buzoq. Yo'llar ko'rinishi. Orqadan ko'rinishlar. 14 milyon 400 ha? 14 milyon 400 bozor savdosi, telefon nomeri 77'lik 746 746 98 38. 98 38. Yebishlar zo'r. Dastlabkasini qilib olamiz. Kelishilgan holat. Bemalol savdosini qilib olasizlar. Aloqaga chiqib, dastlabkilari bor deyishyapti. Yangi yosh buqalar ekanlar. Hammasini 13 dan savdo qilishyapti, berishga yo'q ekan. Bo'ylari 1.5 atrofida. Uchalasi 39 milyon. Telefon nomeri necha voy? Telefon nomeri. Sotaverasizmi? Barakasini bersin. Ama zo'r savdo bo'lyapti. Sotadigan bo'ldi. Keyingi yosh buqamiz necha pul qilishdi aka? 12,5 savdo qilishdi. Necha oylik? 2 oylik bo'lsa kerak. 3 oylik. Nech bo'lgan? Telefon nomeri necha? Telefon nomeri necha aka? Aka sotaveramiz. Sotaverasizmi? Barakasini berarsiz. Ama yaxshi ekan. Asosiga o'xshaydi. Yangilar necha pul qilishdi? Kelasini 26, 13 dan. Zo'r, bo'ylari 1.5 shunaqa atrofida. Orqadan ko'rinishlar. 2 ga 10 ta. Telefon nomerini berasizmi? 91lik 147 84 73. Dastlabkasi bor-a? Dastlabkasi bor? Dastlabki ham beraveramiz, qo'shilib. Bo'ldi. Dastlabkasiga kelishiladi ekan. Bemalol telefon qilib savdosini qilib olasizlar. Bozor holati kelasini 26 million savdo qildi. Bergani yo'q.
Shu buqachalarda savdosi bo'lyapti. Qo'shib men tomga chiqib qo'yapsan, yonaga. Chek qo'shib xolos. Hali xaridori ketilgani yo'q. Savdosi bo'lyapti mana. Yo'q, biz sakrab yotdi. Bu ikkalasining savdosi bitmadi. Biri 5 bo'ylari nechta qilishdi? 26 million 300. 26 million 300 ga berilmadi ikkalasi. Yosh 3 oylik bormi? 4 oylik. 4 oylik. Holatlar o'ta go'zal holatda. Telefon nomeri necha? 50lik 50lik 7 3 7 8704. 8704. Aloqaga chiqib olasizlar. Dastlabkasi bor-a? Bor. Dastlabkasi bor, bunaqalardan alishiroq ekan. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilib olasizlar. Bozor holati 26 million 300 ming savdo qilishgan. Yangi yosh sutga to'ygan buqachalar mana. Hop. O'ta ko'chat ko'p. Yurishda o'zi bo'lmayapti. Mana. To'ygan variantlar. Yurchi. Uchalasi ichinde bundek ham 14 dan bo'lyapti ekan. Dastlabkasi ichida. 14 dan dastlabkasi ichida mana shu ko'chatlar 3 tasini. Bunechi? 16,5 bo'lsa, dastlabkasi ichida vodiy bo'ylab. Aloqaga chiqarasizlar, telefon nomerini olasiz. Necha telefon nomer? 93lik 976 77 25. Aloqaga chiqib savdosini qilib olasizlar. Bozor holati ozgina montor qilingan. Bu 16 dan ozgina oshgan. Bemalol telefon qilib savdosini qilib olasizlar. Bo'ladigan holatini aytib qo'yishdi. Uchalasi 14 dan, bu 16,5 bo'lsa berishaveradi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Yana savdosi bor. Telefon qilib savdosini qilaverasizlar. 8,5 ga baraka bo'ldi. Mana shu buqachamiz. Barakasini berarsiz. Yangi buqachalar. Bu novasa emas? Novas. Bo'ylari 1.5 atrof. Nechta bo'ldi aka bular? 16 millionga sotilib qo'yishgan. Zo'r. Mana shu yosh buqachalar. Buzo'lsa ham bo'laveradi. Buzo'l emas. 3 oylik, 4 oylik buzo'lar. Bo'ylar 1.5, orqalarini ko'rinishi. Nech puldan bo'lsa? 13 dan qo'shib berganga beraman. Shu to'rovga 13 dan qo'shib berganga berishaverar ekan. Yangi savdo bo'lyapti. Hop, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlarini. Necha telefon nomer? 90lik 155 9265. Telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Dastlabkasi bormi bularda? Qayergacha? Farg'ona viloyati bo'yicha mutlaqo bepul. Dastlabkasi qolgan viloyatlarga kelishlar. Bemalol telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar. Xohlasa keyingi buqalar akalar, buqachalar. Bo'ylari 1.10. Ko'rinishlari Qirg'iziston, Shves buqasi. Keyingisi mana yo jaydari yo rossiyska shekilli. Nechta qilishdi? 15 dan qildi. 15 million 200 mingdan qilishibdi. Bozor holati bo'ylab aytib o'tganimizda 1.10. Hop. Dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi. Kelishamiz deymiz. Dastlabkasi kelishiladi. Telefon nomeri necha? 90lik 90lik 292 292 64 77. Bemalol 15,5 dan bo'lsa berilaver ekan. 15 million 200 savdosi bo'ldi bozor holati. 15,5 dan bo'lsa beraveramiz deb yana ozgina savdosi bor. Hop, dastlabkilari kelishiladi.
bemalol telefon qilib savdosini qilib olaverasizlar akalar. Bugungi videolarimiz akalar shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaddingiz va qadringiz hamisha baland bo'lsin. Xonadonlarga tinchlik, totuvlik tilagan holda videoga bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar.